Mana bu videom yosh bolalar bilan Rossiyada yurganlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qanday qilib yosh bolalarni yana plus 6 yoshdan kattalarga albatta zeleniy karta qilish kerak ekan. Zeleniy karta mana bunaqa karta. Mana tug'ilgan yili bolaning. O'sha zeleniy kartani qilish uchun qanaqa hujjatlar kerak? Sizda mana bunaqa yosh bolaning tug'ilganidan hozirga deyim bo'lgan pirvipkalari kerak bo'ladi. O'sha hujjat bu bo'lmasa meditsinada o'tkazmaydilar. Bu zeleniy kartani olgandan keyin o'zingizning registratsiyangizga qarab siz registratsiyasini prodelina qilishingiz mumkin. Juda ham qattiq kontrol ketyapti hozir yosh bolalar uchun. Agarda siz migratsiya kartasini prodelit qilmasangiz, ichki ishlardan, ya'ni MVDdan bolangizning bez dokument bo'lgani uchun sizni zapret yoki deport qilishlari mumkin.